Band. To'xtagan transport vositasini joyida qoldirish tartibi. Transport vositasining o'z-o'zidan harakatlanib ketishini yoki o'zi yo'qligida undan foydalanishni istisno qiladigan zarur ehtiyot choralarini ko'rgandan keyingina haydovchi o'z joyini tashlab ketishi yoki transport vositasini qoldirishi mumkin. Avtotransport vositasining o'z-o'zidan harakatlanishini oldini olish uchun salondan chiqishdan oldin haydovchi to'xtash tormozi tizimidan foydalangan holda uning harakatsizligini ta'minlash shart. Tog'li sharoitlarda esa ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan ortiq yuk avtomobillari, traktorlar va avtobuslar haydovchilari o'zi yurib ketishidan saqlovchi tirgakdan foydalanish talab qilinadi. Avtotransportni tark etishdan oldin haydovchi dvigatelni o'chirishi, to'xtab turish tormozini ishga tushirishi, yon oynalarni, agar ular ochiq holatda bo'lsa, ko'tarishi va barcha eshiklar va yukxonani quflashi kerak. Qoidalar talablarga amal qilmaslik turli ko'ngilsiz holatlarga sabab bo'lishi va qoidalarni buzgan haydovchilar to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzgani kabi ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.